Assalomu alaykum. Mana xudo xolasa biz Quvadamiz. Quvada rushnoy liniyalari bor ekan. Gazablok ishlab chiqarib turishibdi ekan. Bu liniyani avtomatlashtiryapmiz. Bu liniya ko'chib bu yoqqa o'tyapti xudo xolasa. Bu yerga avtomat liniya ustanovka qilyapmiz. Shu miya qismidan qo'yib beryapmiz. Bu semen silosi 50 tonnalik meshalka dozarta tarozilari yonida transportyorning lentasi bilan birgalikda ustanovka qilib, chiroyli qilib xudo xolasa. Xo'sh, 2025-yil 28-dekabr bugun. Yil oxiri. Endi yangi yildan keyin qilamiz xudo xolasa buni. Lentalari, meshalka, semen silos, shineklari bilan birgalikda komplekt kelib ustanovka bo'lyapti. Kimga mana shunaqa liniyalar qiziq bo'lsa, bemalol shu ekrandagi raqamga bemalol murojaat qilaverasizlar. Tojikiston, Qirg'izistondan qiziquvchilarga mana bu semen siloslarimiz bolt gekalik variantda bo'lgan. Hammasi mana bolt geka bilan qotirilgan. Bu yig'ilgan holatda tayyor sexdan keldi. Sababi joy yaqinligi uchun. Endi buni agar uzoqroqqa olib bormoqchi bo'lishsa, raskul ochmay katta mashin kerak emas. Yechilgan holatda boradi, joyida yig'ilib tikka bo'laveradi. Fura shart emas. Kichikroq texnikada ham ketaveradi endi xudo xolasa. Bu liniyalarimiz ham hammasi raskulash holatda kelgan. Hozir lentani joyiga qo'yib ustanovka qilishyapti. Lentamizning uzunligi 10 metr bo'lgan xudo xolasa. Kim gazablok liniyalarga qiziqsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu Quva Shahrixon trassasi. Mana shu ko'rsatib turgan tomonimiz Shahrixon, bu tomoni Quva. Quva shaharga qaraydi deb aytam. O'sha Shahrixon Quva trassasiga akalarimiz shlaka blok, gazablok, pinablok sexlari bor ekan. Hammasini avtomatlashtirishyapti xudo xolasa. Biz ham qo'ldan kelgancha o'z hissalarimizni qo'shyapmiz. Semen siloslarimizni komplekt filtrlarigacha qo'yilgan tepasida. Semen silosni o'zi kimga qiziq bo'lsa ham bemalol murojaat qilaverasizlar. 50 tonnadan boshlab tayyorlanaveradi. Bu yog'i katta ob'yemlarga zakaz bo'yicha yig'ib beriladi xudo xolasa. Hammaning ishlariga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.